Sarvarbek Rasulov bizga bir narsani va'da berishdi. Muvaffaqiyatlik кейslaridan tajribalari bilan bo'lishadi. X10, X100, X1000 beradigan mem coinlarni topish. Mana Doge degan bitta kuchuvchani o'zi rasmi bor, bechara o'tgan yil o'tib qoldi shu kuchuv. 10.000x mi ko'tarilib ketganda uchib ketgan. Elon Musk bratan hammasini emas, хотя бы yarmini sotib, yarmisini ushlab qo'y. $8,000 sotib olgan. 6 milliard dollargacha o'sgan. Hech o'ylamagandim ushbu mem coin bu yerda qolishini. Trump coin. U kelib kechasi chiqaribdi-da. Hech kim bilmagan. Biz uxlayotgan paytimizda. Shunaqa ham qiladimi? Mem coinlarni biz skam deymizmi? Bu firibgarlik, bu moliyaviy piramidami? Qanaqa zo'r loyiha qilmayin, necha pul jalb qilmayin, yurmaydi. Yo'q, nimaga bog'liqligini hozir tushuntirib beraman. Ammo Bitcoin o'zini perihay qildi, altizon boshlanmadi. Sabablarini aytib ketaman. Mem coinga вообще pul chiqmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Firuzbek Aliyev va talablarga binoan uzoq kutilgan podkast. Bu podkastimizdagi mehmon do'stlar hamma taniydigan Sarvarbek aka Rasulov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Hammaga salom yana. Hammaga salom. Do'stlar, sizlarda talablaringdan eng ko'p tushganlaridan biri bu mem coinlarga bo'lgan sarmoya qilish uslublari. Qanday qilib kelajakda o'sadigan X10, X100, X1000 beradigan mem coinlarni topish, qaysi loyihalarga sarmoya kiritish, bu loyihalarni qanday qilib to'g'ri tanlash, firibgarlarga qanday qilib uchrab qolmaslik va umuman olganda mem coinlar bilan yoki kriptovalyutalar bilan mana shu ikkita o'rtasidagi farqni ham sizlarga biz aytib beramiz. Juda ham qiziqarli mavzuni sizlarga mana biz bir necha kundan buyon o'tirib, ssenariysini qilib, ma'lumotlarni ko'rib, do'stlar tayyorgarlik ko'rdik va Sarvarbek Rasulov bizga bir narsani va'da berishdi. Oldindan men sizlarga mana aytib qo'yapman. Mana shu podkast davomida o'zlari muvaffaqiyatlik кейslaridan tajribalari bilan bo'lishadi. Ya'ni qanaqa qilib bu loyihalar tanlaganlar, qanaqangi sekret va sirlik yo'llarni tanlaganlarki, mana shu kabi yaxshi daromadlar akamizga olib kelganlar. Aka, assalomu alaykum yana bir bor. Yana bir assalomu alaykum. Endi qarang, meni taklifim aka, avvalambor kimdir mem coinlarni juda ham yaxshi biladi. Kimdir ular haqida to'liq ma'lumotga ega emas. Shunaqa. Odamlar uchun kriptovalyuta, token yoki stable coin bu hammasi kriptovalyuta ba'zi bir insonlar uchun. Ba'zi birlar uchun, yaxshi tushunadiganlar uchun bu uch xil narsa hisoblanadi. Shunga keling biz mem coinlar haqida ozgina odamlarga tushuncha beramiz. Aka, mem coin bu nima? Mem coinlar deganda o'zi nomi bilan mem degan aylanib turadigan nima qo'yib qo'yasizlar-da, hali mem o'ylagan. deb yozib qo'yadi. Mem coinlar o'zi bu hazil huzul uchun yaratilgan kriptovalyuta hisoblanadi. Endi mem coinni любой odam yaratishi mumkin, любой blokchaynda yaratishi mumkin, любой nom bilan yaratishi mumkin. Даже Bitcoin deb nomlab qo'ysa ham bo'ladi mem coinni. Ketida odatda hech qanaqa loyiha, hech qanaqa bir fundamentalniy sababi odatda bo'lmaydi. Mavjud emas. Mavjud emas. U просто masalan prikol deb nomlaman, mem token chiqarib qo'ysak bo'ladi. Va u odatda o'zi mem coinlar masalan istoriyasini oladigan bo'lsak, tarixini oladigan bo'lsak, birinchi mem coinlardan bittasi o'sha Dogecoin yaratilgan. Dogecoin egasini shunaqa zo'r interesniy fakti bor o'qigan bo'lsangiz, bor Dogecoinlarni sotib olgan. U как бы qiziqish uchun yaratganda u Dogecoinni. Yaratgandan keyin hammaga aytgan, mana вообще token mana bunaqa yaratilar ekan. Mana Doge degan bitta kuchuvchani o'zi rasmi bor, bechara o'tgan yil o'tib qoldi shu kuchuv. Yo'q. O'sha imенно o'sha rasm olingan kuchuv. Ozgina tushdi, ta'sir qildi. Endi emotsional ta'sir qildi. O'shani yaratib odamlarga ko'rsatgan, mana Dogecoin qilsa bo'ladi degan. Adashmasam Dogecoin даже mine qilsa bo'ladi hozir ham. Lekin o'sha payt o'shani egasiga pul kerak bo'lib qolgan va hamma Dogecoinlarni sotib olgan. Endi u payt Dogecoin hali o'smagan. U payt mem coin degan даже bir
tushuncha bo'lmagan, Termin bo'lmagan, termin mavjud bo'lmagan. bo'lmagan. Aha. Просто bitta token Hmm. sotib olgan va adashmasam Toyota to'li Corollami, Priusmi, xullas bir oddiy Toyotaga yetgan. O'sha pul. Bor o'sha tokenlari. Keyin qanchadir yil o'tgandan keyin u tokenni Elon Musk bratan ko'rib qolgan, endi u ko'rganmi, komandasi ko'rganmi, token sotib olgandan keyin u bozorda yotibdi, narxi вообще yerdi. Paket sotib olgan bozordan shu eng katta kusokini-da, keyin aytgan, "Men Dogecoin oldim" degan. O'shandan keyin Dogecoin'ni narxi bilmayman 10.000x mi ko'tarilib ketgan, uchib ketgan. Hozir ham egasi, Toyota egasi. Bilmayman qanaqa состояниеda bo'lardi agar hammasini emas, хотя бы yarmini sotib, yarmisini ushlab qo'y. Hozir Yana bir voqea bor. Ma'lum bir inson, bu ham kriptovalyuta dunyosida, ya'ni meme-coin dunyosida juda ham bir mashhur voqea bo'lgan. Bir inson bir kriptovalyuta meme-coinni sotib olgan, xarid qilgan $6,000 ga. Da. $6,000 ga. Oradan vaqt o'tib, u sotib olmagan uni kriptovalyuta o'sha meme-coin qiymatlari $6 milliard ga o'sgan. $8,000 ga sotib olgan, $6 milliard gacha o'sgan. Yaqinda o'tgan yili mana shu mavzuni hamma gapirganda, juda ham bir ovoza bo'lgan mavzu edi. Shiba bo'lsa kerak. Yo Shiba edi, yo yana qaysi bir boshqa edi, aniq esimda yo'q-ku, juda ham bir mashhur holat bo'lganda va bilasizmi, yana bir interesniy fakt borki, bu yerda 2013-yili o'sha odamlar Bitcoin nimaligini bilishgan chet elda va Bitcoinga nisbatan juda ham bir qiziqish bo'lgan odamlarda. Va Bitcoinda o'sha pul manbai, ma'lum bir operatsiyalarda to'lovlar qabul qilishni odamlar boshlashgan va asnovnom faqatgina nima desam bo'ladi, noqonuniy operatsiyalar uchun ishlatiladigan bir tizim bo'lgan. Lekin bu yerda ikkita inson, bittasi IBM kompaniyasidan, ikkinchisi Adobe kompaniyasidan, bular ismi mana bu yerda yozilgan. Bular dasturchi bo'lishgan. Billy Markus IBMdan, Jackson Palmer Adobe'dan 2003-yili 6-dekabr meme-coin bozoriga asos solishgan. Qanday qilib? Ular Dogecoin'ni yaratgan. Lekin Dogecoin'ni yaratish asosida juda ham qiziqarli bir logika bo'lgan ekan. Logika qanaqangi bo'lgan? Bu insonlar Bitcoin'ga va kriptovalyutaga, kriptovalyuta dunyosiga ishonmagan. Bitcoin'ning avtoritetini to'kish uchun, odamlarda shubha tug'dirish uchun ular qiymatga va hech narsaga ega bo'lmagan bir kriptovalyuta yaratishgan. Nimaga men kriptovalyuta deyapman? Chunki Dogecoin'ning o'zini blokcheyni bor, o'zini proof of work'i bor va Dogecoin meme-coinlarning ichidagi yagona meme-coin hisoblanadiki, uni mining qilsa bo'ladi. Shunaqa. Va hozirgi kunda bir qiziq, interesniy bir yana bir fakt borki, Dogecoin'ning mining hajmi bilan Bitcoin'ning mining hajmini solishtirsangiz, Dogecoin'niki ko'proq ekan. Juda ham interesniy fakt. Bundan tashqari hozirgi kunda meme-coinlarga odamlarda nisbatan juda ham katta interes paydo bo'lmoqda va layer 2, kriptovalyuta, mining va hokazo yoki smart kontrakt degan izlanish so'zlarini agar Google ga, Yandex ga yozadigan bo'lsangiz, eng ko'pi bu yerda meme-coinlar ekan. Odamlar hozirgi kunda meme-coinga juda ham ko'p qiziqishmoqda. Va bu narsaga asos solgan mana shu ikkita inson, bittasi IBM, bittasi Adobe'dan va bilasizmi, bularning plani buzilib ketdi. Lekin plan buzilgandan keyin ham yaxshi tarafga buzildi. Bular Bitcoinga bo'lgan ishonchni va mana shu yangi industriyaga bo'lgan ishonchni tebratishmoqda edi. Niyat mana shunaqa edi. Lekin odamlar Dogecoin'ga ishongan holda o'sha hali itchani, kuchukchani rasmini qo'yib qo'yishganda, odamlar bu kuchukchani internetlarda, publiklarda, boshqa joylarda, jamiyatlarda nima desam bo'ladi, reklama qilishni boshlagan, gapirishni boshlagan. Va bu narsa buni narxiga ta'sir qilib, buni narxi o'sib ketgan. Bular bu narsani tarafdori emas edi. Ular naborot kriptovalyutaga sarmoya kiritmaylar, bo'lmagan narsa degan narsani olib chiqmoqchi edi Dogecoin bilan. Lekin holat o'zgarib, narxi uchib ketdi va ma'lum bir vaqtdan keyin, mana Elon Muskni ham siz inobatga oldingiz, ma'lum bir vaqtdan keyin Dogecoin'ni dasturchilari va jamoasi Elon Muskdan so'ramasdan turib Dogecoin'da generalniy direktori qilib qo'yib qo'yishdi. Undan beso'roq. Va bu holatda Elon Musk bu narsaga ijobiy javob qaytardi
va Dogecoin'ni Twitterda yozishni boshladi. Juda ko'p ayniqsa yozish bor. Juda Даже ko'p. rasmlarini ham qo'yib qo'ydi Xuddi o'zida. Va shu narsa Dogecoin'ga yana qo'shimcha yoqilg'i berishni boshladi va mana shu narsa aynan memcoin bozorini yaratilishini asosi bo'lgan 6-dekabr 2003-yildan boshlab tasavvur qilyapsizmi? O'zi 2025-yilda ushbu podkastni olib turgan bo'lsak, 12 yil o'tibdi aradan aka. Shunaqa 12 juda yil. ko'p vaqt o'tgan. Dogecoin'dan keyin juda qiziq mana hozir aytayotganingiz, bundan oldingi shu 8,000 odam $8,000 olib bir necha Sotib olgan milliard ekan. dollarlik aktivga ega bo'lib qolgan odam o'sha bu Shiba tokeni bo'lgan. Shiba tokeni ham o'zi o'sha Dogecoin'dagi Dogecoin'ni rasmdagi parodasini Shunaqa. nomida Shiba Inu. Hmm. Va undan keyin mana shu endi Shiba chiqdi, u ham esimda bor. Mana shu ko'zimni oldida o'sha Shiba shunaqa o'sib ketayotganini prям ko'rib turuvdim-da. Undan keyin juda ko'p qo'shimcha tokenlar chiqib ketdi, Floki degan. Pepe degani chiqdi. Pepe'lar ular более такой свежийroq, примерно bir 3 yil bo'lgan bo'lsa kerak chiqqaniga. Eng qizig'i Dogecoin kriptovalyutalarni ichida yagona memcoin hisoblanadi. Birinchi top 10 talikka kiradigan. Da. Va hozirgi kundagi bugungi kundagi raqamlarga qarasak 8-o'rinda turibdi hozir. Da, Dunyodagi kapitalizatsiyasi bo'yicha juda ham bir katta, 25 milliard dollar atrofida va ikkinchi o'rinda memcoinlarni agar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, bizda Shiba Inu turibdi. Uchinchisida Pepe, keyin menga juda ham bir qiziqarli tuyuldi bu narsa. Hech o'ylamagandim ushbu memcoin bu yerda qolishini. Trump coin. Trump coin juda katta bir nima bo'lgan. Bu совсем отдельный o'zi tema. Trump coin, keyin xotini ham bor pastda. Melania ham chiqardi keyin oxirida bo'ladi. Da. Trump coinni chiqishi совсем bir kutilmagan. O'zi o'ylagan edik communityda bo'lardi, что Trump ham o'zini tokenini chiqarish kerak. Lekin qachon degan narsa u kelib kechasi chiqaribdi-da. Hech kim bilmagan. Biz uxlayotgan paytimizda shunaqa ham qiladimi? Biz kutib o'tiramiz, endi uxlaganmiz, ertalab tursak, adashmasam shu birinchi ko'rganimda yangilikni Trump coin уже $12 edi. Juda ham yuqoriga qarab o'sgandi o'sha paytlar. 13 ga chiqib $8 ga tushgan payt edi. O'shanda bir oldimman. Ну где-то $100 bo'lar, naверное, endi kapitalizatsiyaga qarab. Hozirgi kunda 2 milliard dollar atrofida ekan kapitalizatsiyasi, narxi $9,5. Ancha tushib ketdi. Juda tashadi. Lekin, в принципе, undan ham normal foyda qilib qoldim. Keyin ertasi kuni Melaniasi chiqib keldi. Uni ham olgandursiz? Uni ham oldim, unda ham bir 2,5x mi bo'ldi. No tez chiqib ketdim undan, chunki уже Trump qaytayotdi-da. Melania ta'sir ko'rsatadi. По-любому Trump qaytayotdimi, Melania ham уже u уровеньga chiqmasa kerak deb sotib yubordim. Endi hozir to'xtang, hozirchalik sekretlarni aytmang. Nimaga sotdingiz, qanaqa qadamlar, unga oxirida kelamiz. Albatta. No, men sizga bilasizmi, yana bir xabarni aytmoqchiman. Rostini aytsam, esingizda bo'lsa, biz o'tgan yili taxminan shunaqangi kunlarda shu oyda edi, aprelda edi, Notcoin haqida chiroyli podkast olgandik. Zo'r bo'ldi. Juda qiziqarli podkast bo'lgandi, ammo keyingi yana bir suhbat qilmoqchi edim. Men ulgurmadik. Siz u yerda edingiz, men bu yerda edim va bu holatda Hamster Combat haqida. Chunki Hamster Combat Notcoin'ga nisbatan ancha katta ajotajga ega bo'ldi. Juda ko'p odam qatnashdi. Notcoin'ga nisbatan raqamlari ancha katta edi, imенно jamiyatning ichida. Ijtimoiy tarmoqlari bo'yicha, podpiskalari ham bo'yicha. Va pikda Hamster Combat botidan o'sha hali bosadigan joyda 110 millionta odam undan ko'p mavjud edi. 300 million. 300 million bu umumiy soobществоda. Telegram botni o'zini gapiryapti. O'sha botning ichida 300 million deydi. 300 million tom. Chunki soobщество deganda o'zi faqat botdagi anaqalar hisoblanadi-da. Chunki botning ichida yozishganlarida eng ko'pini 250 million deb yozishgan edi, lekin undan keyin eng prям piki 300 milliongacha ko'tarilgan edi. 300 million. Balkim 300 milliondir. Bu holatda noyabr oyigacha 2024-yil noyabr oyigacha 110 millionta odam qolgan ekan. Natija aktiv bo'lib. Noyabr oyidan boshlab
bu ko'rsatkich salkam 60% ga tushgan va 110 milliontadan 45,5 millionta qolgan. Shunaqa. 2025-yil yanvar oyini ko'rsatkichi esa 16 millionta inson xolos. Bu ma'lum bir insonlar uchun Telegram botida yoki kanalida 16 millionta odam bu juda katta ko'rsatkich albatta. Ammo 300 milliondan 16 millionga tushish bu boshqa ko'rsatkich hisoblanadi. 80% bu tushib ketgan. 80%. Biz esimizda bor, o'tgan yili listing bo'lgan, hamma bu listingni kutgan, birjalarga kriptovalyuta chiqishini kutgan. U paytlar O'zbekistonda hali noqonuniy edi bu kabi faoliyat bilan shug'ullanish. Hozirgi kunda mumkin. Ammo faqatgina o'sha Binance va CoinPay orqali esimizdan chiqmasin aziz do'stlar. Narxi pikdan agar biz hisoblaydigan bo'lsak va minimumgacha qaraydigan bo'lsak 80% ga qulabdi. Shunaqa. 80% ga. Shu tariqa Bybit degan katta birja mavjud. Mana shu Bybit birjasi o'tgan yili shu bir yangilik joriy qilgandi. Biz Hamster Combitni birjamizdan olib tashlaymiz degan. Har xil pullarda savdo qilinadi. Imенно Hamster yevro degan, yevro valyuta juftligi bilan bog'liq bo'lgan puldan bu narsa delisting bo'ldi, olib tashladi. Nima sabab deyilsa, birinchidan narx juda tushib ketdi, ikkinchidan odamlarda qiziqish kamaydi, uchinchidan yevro pulida pul kamaydi, likvidность pasaydi, juda kamaydi. Shuni hisobiga olib tashladi deydi. Kelajakda balkim boshqa juftliklar bilan bog'liq bo'lganlar bilan ham olib tashlaymiz, ya'ni bu USDC va USDT stable coinlar bilan. Shunaqa. Endi agar mana shunaqangi katta gigant loyihalar qulaydigan bo'lsa, aka, mem-coinlarni biz skam deymizmi? Bu firibgarlik, bu moliyaviy piramidami? Mem-coinlar yoki bu mem-coinlardan biz haqiqatdan ham daromad qilsak bo'ladimi? Endi mana bunaqa qarasak bo'ladi-da. Mem-coinlarni masalan Notcoin, Hamsterlarni mem-coin deyish qiyin. Chunki ularning ketida hech narsa yo'q emas-da, ularning ketida o'yin bor, auditoriya bor. To есть odamlar nima ammo qiymat mavjud emas-da. Odamlarga foyda keltiradigan narsa mavjud emas. Bitcoinning orqasida qiymati yo'q. Faqat talabi bor. Yo'q, Bitcoinda nima gunoh? Bitcoinda qiymati bir nechta. Birinchidan o'zini blokcheyni mavjud, mining qilsa bo'ladi. Pul sifatida uni oldi sotdi qilsa bo'ladi. Ko'p joylarda bu qabul qilinadi. Chetga borsangiz, misol uchun Shvetsariya mamlakatida bankomatdan bitcoiningizni naqd qilib olasiz va orqasida bitcoinda o'zi как payment token sifatida endi bu narsani payment qilish problema emas, любой token bilan. Agar u listing bo'lgan bo'lsa, любой birjada payment qilib ishlatish mumkin. Допустим, Bybitni o'zini oladigan bo'lsak ham, Bybitda o'zini Bybit kartasi bor. Visa bilan qilgan yo Mastercard bilan, hozir esimda yo'q. Ko'pincha holatda Visa bilan qilishmoqda. Da, Visa bilan qilishyapti. U bo'lsa, sizda o'tda hamster bo'ladimi, balobattar bo'ladimi, to'lov ketaveradi. Sababi birja o'zi to'lov paytida birpasda uni almashtirib oladi kerakli valyutaga. To'lovni yuboradi. Yo'q, siz uchinchi tarafni qo'shyapsiz-da. Yo'q, men faqat ikkita taraf solishtiryapman. Bitcoinda o'zi orqasida turgan loyihasi, Hamsterda o'zi orqasida turgan loyihasi. Bitcoinni aytamiz to'lov sifatida ishlatiladi. Xuddi shunday. Lekin любой to'lov qilayotgan joyingiz Bitcoinni olgani bilan o'zi saqlamaydi uni. Bitcoin sizdan olishi bilan sразу uni USDT ga almashtirib qo'yadi. Albatta. То есть bu yerda ham по-любому uchinchi shaxs ishtirok etadi. O'rtada bo'lishi mumkin, keyin bo'lishi mumkin. Endi Hamster yoki Notcoin kabi ma'lum bir chet el do'konlarida yoki chet elga kontrakt to'lash va hokazo narsalarda men buni to'lov uslubi sifatida hali ko'rmadim hech qayerda. Ko'rmasak ham kerak. Primoy Notcoinda sotamiz yoki Hamsterda sotamiz deyishi shart emas-da. Aytmoqchi bo'lganim, keling, men boshqa savol sizga beraman. Nimaga men ikkalasini bir-biriga tenglashtirmayapman? Boshqa savol beraman. Bitcoin deganda menda bog'liqlik bor-da, fikriy bog'liqlik, assotsiatsiya mavjud. Qanaqangi assotsiatsiyaki, birinchi kriptovalyuta, o'zini orqasida katta blokcheyni bor, o'zini tokenomikasi bor, o'zini proof of work bor, o'zini minerlari bor. Buni juda ham bir jiddiy loyiha deb odamlar qabul qiladi. Buni dasturchilari hech buni reklama qilganini ko'rmaganman, yo yana bir narsa qilganini ko'rmaganman. Hamster o'zini qiymatini ko'rsatmaganda, kстати говоря, hozir Hamster blokcheyni bor. Faqatgina o'zini hali jamiyatini yig'ish, o'qilish, bu qilish,
reklama bundoq qiling degan narsalar Endi- bo'lmoqda-da. Shuni men aytmoqdaman sizga. mana shu tomondan oladigan bo'lsak, masalan, hozir aytyapmiz, Bitcoin orqasida blokcheyni bor. Da. Bitcoinning blokcheyni bor blokcheynlardan eng yomoni hisoblanadi. Eng sekini, eng qimmati. To'g'ri. Blokcheyni bor loyihalar juda ko'p. Lekin bilasizmi, eng katta sabab nimaga aytaylik, Bitcoin, Ethereum, Solana zo'r ketyapti, BNBlar zo'r ketyapti-da. Naryoqda yiliga kamida bir 30 ta 40 ta blokcheyni bor loyihalar chiqadi. Nima ular ketmayapti? Nimaga hozir hamster kamayib ketdi-da, lekin hozir hamster yangiliklarni o'qisangiz, ular o'zini blokcheynini yaratgan, hozir o'shani test ketyapti. Hammasi borib communityga bog'lanadi, o'sha hamjamiyatga bog'lanadi. Agar sizda hamjamiyatingiz yo'qmi, qanaqa zo'r loyiha qilmang, necha pul jalb qilmang, yurmaydi. Sabablarini aytib ketaman. Bitcoinda smart kontrakt yo'q. Lekin shunga qaramasdan uni programmistlar shunaqa protokollar yasashgan, uning ichida NFT lar chiqarsa bo'ladi, uning ichida yana qo'shimcha tokenlar ham chiqarish mumkin qilishyapti, mem chiqarish mumkin qilishyapti. Hozir uni ham loyihalar chiqqan edi. Ikkinchi уровенini blokcheyn Bitcoinnikini yaratishyapti. То есть bir nechta narsa ketyapti. Lekin shunga qaramasdan Bitcoin baribir sekin hisoblanaveradi. Yo, endi qarang, masshtabiy Bitcoin rivoj blokcheyni Bitcoinda- bo'lmaganda boshqa bu tizim ham, bu dunyo ham men o'ylaymanki, Yo'q, o'zi kelajakda balkim Bitcoindan- 100 yildan keyin paydo bo'lar yoki boshqalar ham Kстати eplolmas. говоря, вообще agar istoriyani Yo'q, oladigan bu bo'lsak, to'g'ri, bu bor, bo'lgan. Avval bu narsa bir necha marta уже chiqarmoqchi chiqarish bo'lishgan, bo'lishgan. da. Просто eng populyarnisi mana shu SHA-256 blokcheyni Bitcoin tokeni bilan birga ito kamida 5 yil vaqt ketgan, ana Bitcoinlarni yoqqa chiqarib, pizza sotib, PayPaldan o'tkazib qanaqadir narsalarga, ana ko'rgan bo'lsangiz, kapchalarni qilganingiz uchun ham bir xil paytlar o'sha oldin Bitcoin berardi. То есть juda ko'p vaqt ketgan, чтобы uni popularizировать qilish. birinchi maynerlarga 30 ta Bitcoin berardi. 50 ta. 50 ta, 50 ta, to'g'ri, 50 ta. minutda. Endi hozir oladigan bo'lsak, Ethereum eng zo'r blokcheynlardan bittasi, masshtabiy rivoj bo'yicha eng zo'rlardan bittasi. Lekin juda ko'p nima desam bo'ladi? Kriptovalyutalar o'zini loyihalarini Ethereum tizimida, ekosistemasida qurgandan keyin, Ethereum blokcheynida qurgandan keyin shunaqangi bir payt ham bo'lganki, gaz fisi $200, Shunaqa 500 bo'lgan, dollarga uchib ketgan. bo'lgan. O'sha paytlarga eslasangiz, bu har doim ham bo'lmagan, uni bir ikki safar bo'lgan. Narxlar uchayotgan. Altsezon endi hozir Altsezon ham hamma so'raydi-yu, Bunga ham qachon kelamiz. Altsezon paytida xuddi siz aytayotgan narxlar yana qaytadi. Ko'rasiz. Endi $200 bo'ladi. alt sezonda mana men buni sal oxirroqqa qoldirmoqchi edim. Keling baribir ham alt sezon haqida biz gaplashib ko'raylik avval. Men o'ylaymanki, alt sezon bilan mem coinlarning narxi uchishi baribir ham bor. Qanaqangidir bir-biriga bog'liqligi mavjud. Juda katta, Da. juda katta. Yo, endi haligi 1000x, 10.000x qiladigan tizim boshqa tizim. Yo'q, nimaga bog'liqligini hozir tushuntirib Bozor, beraman. umumiy bozor o'sishiga bog'liq. Nimaga alt sezon paydo bo'ladi? Birinchi sababi Bitcoin o'sib turganda hamma investorlar Bitcoinga sarmoya kiritadi. Da. Chunki undan yaxshi daromad kelib turibdi. Bitcoin korreksiya berganda, ya'ni o'zini narxini to'g'irlab turganda va flat zonaga o'tib qolganda, bu yerda odamlar daromad qilish kerak-da. Mana shu holatda Bitcoindan pullarini chiqarib, altcoinlarga sarmoya kiritishni boshlaydi. Va mana shu holatda alt sezon boshlanishni boshlaydi. Ya'ni Bitcoin pastga tushish kerak, Bitcoindan likvidnost chiqib ketish kerak, xuddi o'sha likvidnost altcoinlarga kirish kerak, alt sezon boshlanadi. Endi qarang aka. Qiziq holat bo'ldi-da. Biz men o'zimni taniganimdan buyon aynan mana shu sohada 3 ta alt sezon men ko'rdim. 3 ta alt sezon men ko'rdim. Bu yo 2 ta ko'rdim. Bu o'sha 2020-yilda bo'lgan, 2016-yilda bo'lgan, 2020-yilda bo'lgan, mana 2024-yildagisi. Lekin 2024-yilda men alt sezon ko'rmadim hali. Ammo Bitcoin o'zini perihay qildi. Narx pastga qarab yetarli darajada tushib berdi, korreksiya juda ham yaxshi bo'ldi. No, alt sezon boshlanmadi. Sababi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni meni fikrim уже buzildi. Ya'ni tsepotchka, именно mana shu kabi fikrlash uslub уже kelajakdagi holatlarda o'zi ishlamaydi deb o'ylayman men. Chunki hamma halving kutadi.
Halving bo'ldi, Bitcoin narxi uchdi, korreksiya berdi, pul Bitcoindan chiqib ketdi, altcoinlarga kirdi, alt sezon boshlandi. Hamma shuni kutadi-da. Lekin bu Sababi safar bor. bunaqangi bo'lmadi. Sababi mem coinlar rivojlanganligi. Eshitgan bo'lsangiz, PumpFun degan приложение chiqqan. Bu приложение mem coinlarni, вообще coinlarni yaratishni osonlashtirib bergan bir tizim. Avvallari o'sha 2013-yillari siz juda ham bir mutaxassis darajasida bo'lgan dasturchi bo'lishingiz kerak edi. Bir necha oy vaqt kerak edi sizga bitta mem coin Smart chiqarish kontrakt uchun. yaratib, uni yozib, Hozirgi kunda qiziq fakt. Rostmi yolg'onmi aytasiz? Hozirgi kunda bir dona mem coin yaratish uchun A. dasturchi bo'lishingiz kerak emas. B. smart kontrakt ham yozishni bilishingiz kerak emas. C. 2 daqiqa vaqt kerak. shunaqa. O'rtacha 2 daqiqa vaqt kerak. Bitta mem coin yarata olasiz. Shu gap Даже rostmi? 1 daqiqa ham 1 yetadi. daqiqa ham yetadi. 1 daqiqa ham yetadi. Telegramni o'zida ham qila olasiz. O'zi bu narsa mavjud. Ani blokcheynga kirish ham shart emas sizda. Уже shunchalik Tayyor osonlashtirib- blokcheynlar bor o'zi. Mana masalan tonni chiqaraman desangiz, loyiha bor Bloom degan, ko'plar endi biladi uni. Biladi. Bloom ichida token yaratish bu 1 minut vaqt ham olmasligi mumkin. No, bilasizmi? Juda katta memcoin bozorini qismi Solana blokcheyniga to'g'ri kelmoqda hozirgi kunda. Negadir? Men endi sabablarini bir ko'rib chiqdim statistik raqamlar jihatidan. Birinchidan yaratish tizimi oson, ikkinchidan pul o'tkazmalari, ya'ni kriptovalyutani bitta joydan ikkinchi joyga o'tkazmalariga to'lanib turgan komissiyasi juda arzon va pul o'tishi juda tez. Shunaqa. Mana shu narsa sababli juda ham ko'p memcoinlar Solana'da chiqmoqda. Lekin yana bir fakt bor. Solana'da chiqib turgan memcoinlarda 1 yilda deylik, bir 1000 ta yoki 2000 ta memcoin chiqardi Solana blokcheynida. Roppa rosa 50% firibgarlik loyihalari ekan. Men sizga dash ko'proq aytaman. Solana'da adashmasam kuniga 10 mingta chiqadi. 10 mingta memcoin chiqadi har kuni. Balki dash ko'payib ham borayotgan bo'lsa kerak. Bo'lsa ham kerak. 99.99% o'sha biza kripto tilda rak deyiladi, rak pul deymiz. Chunki puldan sira sotib yuborishadi-da, xullas narx ko'tariladi, tushib ketaveradi. Nimaga Solana shu aytganingizdek tez, arzon va Solana'da juda ko'p pul bor. Undan oldingi siklni eslaydigan bo'lsak, Solana'da esingizda bo'lsa o'sha Alameda Research, FTT banklari, FTX birjasi juda поддержка qilgan Solanaga. Juda ko'p loyiha Solana chiqqan va juda ko'p mablag' Solana'ning ichida qolib ketgan. Va odamlar o'sha payt ham Solana'ni zo'r deb juda ko'p pulni Solana'da saqlashgan. Соответственно, o'tgan yillari mana shu PumpFun degan tizim yaratilgandan keyin odamlarga tushuntirildi, что memcoin yaratishga 1 minut vaqtingiz ketadi, $0.5 pulingiz ketadi va memcoinlar endi qiziqish bo'layotganda любой memcoin otib yuboryaptimi? Nimaga? Chunki odamlarda pul turibdi-da, qaqqadir ular tikish kerak edi. O'sha summalarda. Va odamlar o'tgan yildan boshlab, o'tgan yil boshidan boshlab juda ko'p memcoinlar chiqarishni boshladi. Undan oldin aytganingizdek smart kontrakt tushunish kerak edi. Kuniga balki 100 ta chiqardi, лучшем случае, chunki odamlarda bilim yo'q, faqat programmistlar. Hozir любой yosh bola ham o'zining memcoinini chiqara oladi. Bilsangiz, o'tgan yilidami, yil oxirida bitta 16 yoshlikmi bola primo efirda chiqarib, tam $30,000 ga tushirib yuborgan. Nimaga? Chunki shunchalik oson bo'lib ketdi. Endi mana shu osonlik alt sezon boshlanmasiga juda katta sabab bo'ldi. Nimaga? Hamma nimani ko'rdi memcoinda? Что $100 tikib olsizda, paqqada 10 ming bo'lib qolishi mumkin ekan, paqqada $100,000 bo'lib qolishi mumkin ekan. Paqqada million ham tushib qolishi mumkin. Bu yangicha uslubdagi moliyaviy piramida yoki kazinoga o'xshaydi. Shunaqangi shunaqangi desa ham bo'ladi. ham bo'ladi-da, chunki ichidagi tizim shunga o'xshaydi-da. Kazinoda ham ozgina sarflaysiz, katta yutuq bo'lishi mumkin, millionlar yutishingiz mumkin. Bu yoqda ham ozgina sarmoya qilasiz, o'xshab qolsa, to'g'risini tanlagan bo'lsangiz, katta Buttachi shuna daromad bo'ladi. ketidan shunaqa instrumentlar paydo bo'lishni boshladi. Masalan, birinchi bo'lib
snayper deyiladi. Snayper degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Bu degani token chiqdimi, saqlanadi, yaratildi deyishi bilan spetsialniy programma yaratishdiki, что yangi chiqqan tokenni o'sha millisekundada sotib olish mumkin bo'lib qoldi. Saqlanib tez ishlaydi-yu. Masalan, Ethereumlarda sekinroq, Bitcoinda va shu umid kutasiz. Saqlanib millisekundda ketaveradi. Kim birinchi ola olsa, mana masalan, qanaqa qilib o'zi yutdi yoki yutqizdi o'zi bo'ladi agar sxemasini hozir primerni tez tushuntiraman-da. Mana masalan siz mem token yaratmoqchisizda, 1 milliard chiqaryapsiz. 1 milliard mem coin yaratyapman deysiz va unga $1000 qo'yyapsiz likvidnostiga. Siz qanchadir likvidnostni sotib olasiz. Odatda Solana'da aytaylik 80% pump fundda 80% ni sotib olish uchun sizga $80,000 atrofida Solana'da pul kerak bo'ladi. 80% tokenni sotib olasiz o'zingiz nomingizga. Token chiqdimi, birdaniga narxi shundoq yashil svicha bo'ladi. Siz sotib olgan 80%ingiz u qayerga ketadi? U pul likvidnostga borib tushadi. Qo'ygan $80,000 qolib ketgan 220% ga teng bo'lib qoladi. Bitta narx bo'ldi. Endi qolganlar uni sotib oladigan bo'lsa, pulga qo'shilaveradi pul, ularga token ketaveradi. Uni siz уже boshqara olmaysiz. Faqat tokenni borlar boshqaradi. Endi odamlar ko'ryaptimi, narx o'syapti. Narx kabutta bo'syapti, chunki kimlardir sotyapti deb puldan. Shunaqa. Talab bor. Siz uni sekin sotishingiz ham mumkin, чтобы narxi ko'taravermaslik uchun. Mana shunaqa qilib tez уже odamlar ko'rishi boshlaydi. Snayperlar siz olishingiz bilan srazu sotib olishni boshlaydi ular. Narx ko'tarilaveradimi? Keyin oddiy hali bilimi yo'li, oddiy programmadan foydalanadi. Ularda snipe qiladigan programma yo'q. Ular sekin sotib olaveradi. Narx o'sadi. Birinchi bo'lib kim sotadi? O'sha pulga yaratgan odam emas, snayperlar sotadi. Yo'q, juda ko'p holatlarda agar loyiha firibgar loyiha bo'ladigan bo'lsa, yaratuvchilarni o'zlari narx ozgina o'sishi bilan srazu monetalarni sotib olishadi. Sotaveradi, lekin loyihani o'ldira oladigan faqatgina yaratuvchilar emas. Snayperlar o'ldirish tezroq. Endi hajmga qarabda, va bilasizmi, memcoinlarga sarmoya kiritishda bir nima desam bo'ladi, qoidalaridan biri o'sha memcoinni loyihani ko'rish kerak. Tangalarning qancha qismini loyihachilar, asoschilari o'zlariga olib qolishgan. Agar juda ham katta qismi ularning qo'lida bo'lsa, bu degani bu loyihaga sarmoya kiritmaganingiz ma'qul. Sababi bilmaysiz, risk bor, to'shda ular uni даже bilolmaysiz ham mumkin. Tajribasi bor memcoin yaratuvchilarni siz hech qachon usha olmaysiz. Chunki ular market maker orqali ishlashadi. Endi ularning maqsadi aldash bo'lsa, demak, mana PP qanaqa o'sib ketgan? Nima deb o'ylaysiz? Endi bularda maqsadi aldash bo'lmaganda bu loyihachilar. Yo'q, gap aldashda emas. Har bitta yaxshi anaqa loyiha, aytaylik, memcoin chiqarayotganda hammasi o'ylaydi, milliard kapitalizatsiyaga chiqarib, sekin sotamiz, bozorga anaqa qilmay, foyda ham ko'ramiz, boshqalar ham ko'radi. Hamma normal komanda shunaqa boshlaydi. Lekin bu degani loyiha realni ham o'sib ketadi degani emas. Chunki aytganimdek, snayperlar ular просто foyda olib ketadiganchilar. Ularni puli katta bo'ladi. Snayperlar odatda 10,000 dan 100,000 dollargacha ushab o'tirishadi. Bitta kashlokda emas, 100 ta kashlokda. Nimaga? Aytganingizdek, komandani hisoblamaymiz hozir biz, snayperlarni olamiz. Snayperlarning o'zida ham spetsialniy programmasi bor. 1000 ta kashlokdan siz tokeningizni olishi mumkin-da. Siz o'ylaysiz 1000 ta odam sotyapti deb o'ylaysiz. U bitta odam olgan bo'ladi, bitta knopka bilan hammasini sotib yuborishi mumkin. Buni yaratganlar kontrol qila olmaydi. Yaratganlar agar aldamoqchi bo'lsa, mana qarang, bu yerda hamchi mana bunaqa narsa bor-da. Yaratganlar, mana PP ni oladigan bo'laylik. PP ni ham o'sishini sababi PP ni yaratganlar kamida 96-97% butun supply sotib olishgan. Просто biz uni ko'ra olmaymiz DEXda, chunki takje ular tam 2000 ta kashlokdan olgan, hammasini market maker boshqarib o'tiradi, lekin biz DEXda qaraymiz, lekin DEXdan foydalanishda nima desam bo'ladi? Bizga foyda keltiradigan uslublari ham bor. DEX screenerlardan foydalansak. U hamchi anaqa emas. Mana ko'plar hozir qarang, biz bir narsaga baribir kelishib olishimiz kerak bo'ladi va buni obunachilarimizga aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi biz qilib turgan suhbatimiz, siz bilan va gapirib turgan narsalar
PPga sarmoya kiritinglar, Da, Dogecoinga вообще sarmoya kiritilmas. kiritinglar yoki mana shu uslub 100% sizga daromad olib keladi degan narsalar haqida emas aziz do'stlar. Bu faqatgina biz o'zimizni tajribamizga asoslangan holatlar, biz bosib kelib turgan qadamlar bilan sizlar bilan bo'lishmoqdamiz. Ma'qul kelsa bu qadamlarni ko'rib chiqinglar, o'zlaringni risklaringga qarab ishlatinglar. Faqat o'rganish Faqat uchun. o'rganish uchun, faqat Bo'ldi. qiziqarli Men ma'lumotlar coinga berishlar вообще uchun. pul tikmaydi. Tim bo'li. Biz o'zimiz tikamiz. O'zimiz tikamiz. Yaxshi, endi qarang, umumiy kriptovalyutalar menga qiziq bo'ldi-da, bir kunda nechta kriptovalyuta chiqarilar ekan? Bir kunda. Eng ko'pi mana shu mem-coin oladigan bo'lsa, shu примерно bir 10 mingta deb 10 mingta. Endi qarang, agar biz kriptovalyutalar haqida gapiradigan bo'lsak, umumiy ravishda hammasini oladigan bo'lsak-da, hamma toifadagi kecha 52 mingta chiqibdi. Bir hafta ichida 310 mingta o'tgan hafta. Da. O'tgan oy 1,474,686 ta chiqibdi. Shunaqa. Bu ko'rsatkich yildan yilga oshib bormoqda. Umumiy har xil kriptovalyutalarni inobatga oladigan bo'lsak, bularning soni CoinMarketCap saytiga qaraganda bular trek qiladiganlar sonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, salkam 13,5 millionta. 13,5 millionta. Endi bir tasavvur qilib ko'rishimiz kerak-da, 13,5 millionta kriptovalyutadan ichidan deylik, ma'lum bir qismi mem coinlar bo'ladigan bo'lsa ham, bularning ichidan o'sha bir dona otiladiganni topib olish juda qiyin masala. Demak, bu juda risk katta bo'lgan yo'nalish hisoblanadi mem coin va kriptovalyutalar bilan mem coinni farqlaydigan men uchun avvalambor bitta narsa bor. Men uchun mem coinlar bu qisqa muddatli daromad, kriptovalyutalar, altcoinlar uzoq muddatli daromad. Siz nima deb o'ylaysiz? Misol, mem coinlarga men 5 yilga pul tiqib qo'ymasdim. Ikkita tomoni bor mem coinlarning. Siz yaratuvchilar bilan birgamisiz yoki siz ular bilan birga emasman, men oddiy foydalanuvchiman. Yo'q, oddiy foydalanuvchi ham bunaqa narsa bor-da. Mem coinlarni zo'r otadiganlarni topish yo'li o'sha mem coinchilar yaratuvchi krugga kirib qolish. To есть, u yerda sizda insiderskiy ma'lumot bo'ladi har doim. Yo'q, qarang, inside ma'lumotlarni agar biz o'sha mem coinga sarmoya kiritgan odamlarning sonini 1 millionta deydigan bo'lsak, uni ichidan balkim 10 tasi, 20 tasi yo'q, unaqa emas. qilgan xolos. Endi menda ham blog katta bo'lganiga juda ko'p loyihalar chiqadi. Reklama qilaylik, podдержка qiling deb. Va o'shalar orasida men har doim eshitib turaman, mem coinlarni hapa loyihalari bor va PP undan keyin yana bir nechta taku yaxshi otganlar bor, Tramp emas. Xullas yana bir ikkitalar bor, o'sha PP Viflar balkim. Viflarning komandasi bor, o'shalarni chiqaradigan. O'shalardan yengilliklar kelib turadi. Biz mem coin chiqarganmiz, mana o'tiribdi. Kapitalizatsiyasi 3 millionmi, 4 million. Lekin hech kim bilmaydi, shu bizanikeligi. Biz prosta chiqarib qo'ydik. Snayperlar kirgan, hozir snayperlar chiqib ketadi. 2 million dollar ajratib qo'yganmiz reklamaga, gaplashib qo'yganmiz hamma blogerlar bilan, eng katta chet elliklar bilan. Xohlasang kir. Boshida, birinchi qadamlarda. 3-4 millionda men masalan borib 10 mingga olib qo'ysam, hachul aytadi 10 mingga olma deydi, chunki ani svicha bo'lib qoladi. 5 ming ol, unaqa sezilmaydi deb. 5 mingga olsam, ertaga ular 2 million dollar reklamaga ajratdimi? Bu degani bir haftaning ichida bu token kamida 400-500 million kapaga borib qoladi. Endi necha x bo'lishini o'ylayvering. Endi agar kimdadir bunaqa imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, albatta bu siz aytib turgan imkoniyatdan foydalanish kerak. Agar qarang, agar biz endi obunachilarga va'da berib qo'ygan deydi, oddiy inson qatorida biz bu narsani nima qiladigan bo'lsak-da, misol uchun til baryeri bo'lishi mumkin bu insonda mamlakatiy baryer bo'lishi mumkin, chet elga bora olmasligi mumkin. Tasavvur qiling, mana oddiy fuqaro shu sohaga qiziqqan, O'zbekistonda istiqomat qiladi, qo'lida telefon bor, internet bor yoki kompyuter bor, internet bor va mana shu sohaga mem coinlarga qiziqib qolmoqda. Va mana shu qiziqishda bir nechta narsalarga mana e'tibor bering, mana narsalarga e'tibor bering. Mana shu holatda pulingizni yo'qotib qo'yish xavfini pasaytirasiz. 100% olib tashlamaysiz. No, pasaytirasiz va muvaffaqiyatga erishish nimasini, foizini oshirasiz. Chunki kriptovalyutaga sarmoya kiritish uzoq muddatga va mem coinga sarmoya kiritish bu ikki xil narsa. Mem coinda risk oddiy kripto altcoinlarga nisbatan yuqoriroq va hozir biz bilamizki,
alt sezonda o'zini ko'rsatkichi bor. Alt sezonda ko'rsatkichi, mana siz aytdingiz, mem-coinlarda o'sishi bilan alt sezonda boshlanishi juda qattiq bog'liqlikka ega deb. Alt sezonda ko'rsatkichi 0 dan 100 gacha bir shkalada mavjud. Да. Va mana shu shkala hozirgi kunda 16 ga teng. Agar bu 50 dan oshadigan bo'lsa, bu degani bizda matematik hisob-kitoblarga ko'ra o'sha alt sezon boshlanish arafasida. Ammo bu ko'rsatkich har doim kechga qolib yuradi. Shunga balkim grafikka qarab turib o'zimiz to'g'ri hisob-kitobimizni qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda yana bir narsa mavjudki, Bitcoin dominance degan Bitcoinni Показатель bor shunaqa. ko'rsatkichi mavjud mana shu yerda va Bitcoin dominance qanchalik yuqori bo'lsa, o'shancha alt sezon orqaga qarab ketaveradi, kech boshlanadi. Qanchalik turibdi? Hozir 62% ekan hozir. 62, ну, Ha. значит, Ethereum 8%, boshqalar 30% atrofida. Xuddi shunaqangi agar Bitcoin dominance o'sha pastga qarab ketadigan bo'lsa, bu degani ko'rsatkichi foizda, bu degani bizda alt sezon boshlanish nimasida turibmiz degani. Да. Umumiy bozorda agar biz o'lchaydigan bo'lsak, taxminan 2,6-2,7 trillion dollar hozirgi kunda kriptovalyuta bozorida kapitalizatsiyasi. Memcoin bozorini kapitalizatsiyasini men topdim va bu kapitalizatsiya taxminan 50 milliard dollar atrofida. Shunaqa. 50 milliard dollar atrofida. Bu taxminan 2,5% bo'lmoqda agar adashmasam. Juda 2% atrofida deylik. Juda past. Ya'ni butun boshli bozordan 2% sababi ham nimaga past nimaga alt sezon hali ham boshlanmadi? Bu mashina agar qo'shib yuboradigan bo'lsak, alt sezon bilan buni bog'lash qanchalik to'g'ri? Chunki bu faqatgina 2% tashkil topyapti-da umumiy bozorda. 2% degani bu успешный memlar turgani uchun 2% atiga turibdi. Top 20 ta mem orqasidan. Вот. Lekin biz aytamiz-ku, kuniga 10 mingtalab mem chiqyapti. Xuddi shunaqa. Odamlar faqat memga o'tib qolganidan ko'plar, o'sha zo'r foyda deb. Ular juda ko'p o'sha laxatroq memlarga tushib qolishadi-da va u loyihalar pulni tortaveradi o'ziga. Bu degani odamlarda pul qolmayapti. То есть o'tgan yilni o'zidagi pump fund, даже pump fundni foydasini oladigan bo'lsak, pump fund o'sha tizim har bitta yaratgan tokendan ulush olib qoladi-da, keyin sotib yuboradi. O'shani foydasini o'zi 300 million dollar bo'lgan. Qoyil. U kichkinagina komissiyada o'tiradigan anaqa loyiha-da. Endi uni komissiyasi 200 million bo'ladigan bo'lsa, mem coinlarni bozori yutib yuborgan pulni 20 milliarddan oshib ketadi. Agar bu pul altcoinlarga kirganida yoqilg'i bo'lardi. 20 milliard pul ko'rinishida bozorga kirishi juda katta kuch. Juda katta kuch. Sababi biz hozir masalan aytamiz 2-3 trillion dollar bu market cap. Lekin uncha pul bor degani emas. Bozorning ichidagi bor pul balki 100 millionlar atrofida bo'lishi mumkin-da, realniy aylanayotgan pul. O'shanga ham 20 million pul ko'rinishida juda ham katta. 20% bozorga kirdi degani bu ham bozor alt sezonni uchirib yuborishi mumkin edi. Uchirmaganning sababi memcoin bozori u pulni yutib yuborgani. Va u hech qanaqa aytganingizdek katta показатель bo'lib bermadi-da, bozori общий ko'rinishda 2% bo'lib turibdi hali ham. Hatto kuniga 10 mingta chiqyapti. Shunaqa. Endi memcoinlarda odamlarga qiziq bo'lib turgan tarafi shundanki, birinchidan psixologik tez boy bo'lib ketish degan fikr mavjud. Mana shu narsa ularni jalb qiladi. Ikkinchidan porog, ya'ni kirish qoidalari именно pul jihatidan juda past. 10 dollar bilan ham kirsa bo'ladi, 5 dollar bilan ham kirsa, 1 dollar bilan ham kirsa bo'ladi va yana bitta psixologik ko'rsatkich mavjudki, siz 1 dollarga kerak bo'lsa 1000 ta coin sotib olsangiz bo'ladi ba'zi bir loyihalarda, ammo bitcoinga deylik kattaroq sum 1000 dollar kiritsangiz, siz 0.000 qanchadir qismini sotib olasiz. Bu psixologik ravishda siz voy menda hech qanday narsa yo'q deysiz. Bu yerda voy mana ko'pini oldim deysizda. Bu ham bir qo'shimcha trigger. Endi keling o'sha odamlarga va'da qilgan memcoinlarga to'g'ri sarmoya qilish yoki memcoinlarda yaxshi daromad qilish uchun qanaqangi qadamlarni bosib o'tishimiz kerak, birma-bir gapirib beramiz. Siz eng birinchi va muhim narsa, nima narsaga e'tibor berish kerak memcoinda?
shu narsani nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'ringa nimani qo'ysak bo'ladi? Birinchi o'rinda qaysi blokcheyndagi mem coinlar bilan ishlamoqchiligingizni Aniqlab olish. aniqlash kerak. Bu kategoriyaga Masalan, birinchi o'rinda Solana turadi. Solana, Ikkinchi o'rinda Ethereum turadi. Ether, Uchinchi o'rinda hozir rivojlanib kelayotgan BNB. BNB. U BNB o'zi yo'q edi. Mhm. Keyin mana hozir CZ, Binance bivshiy CEOsi ko'tarib yubordi. Mhm. Va to'rtinchi o'rinda hozirda ikkita blokcheyn. Mhm. Base blokcheyni amerikanskiy, u ham zo'r ketyapti. Va Ton. Hmm. Ton Men o'ylaymanki, ton ustunroq bo'ladi Baze'dan Tonni ko'ra. ustun tomoni Telegram borligi. Xuddi shunday. Lekin Tonda pul juda ham kam. Likvidni juda ham kam. Ammo ishonch juda katta. Jamiyati juda katta. Jamiyat katta, lekin pul kam. Pul kam. Shunisi bor. Endi hamma payt ham har taraflama plyus bo'lmaydi-da. Shunaqa. Ikkinchi o'ringa hop mana blokcheynni tanladik. Misol deylik, mana Solana degani blokcheynni tanladikda, ikkinchi o'rinda qiladigan ishimiz Ikkinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu aytaylik qaysi tizim bilan ishlashimiz. То есть masalan PumpFun. Mhm. PumpFun o'sha sayti bor. Unga o'xshaganlar o'zi ko'p. Solanada kamida bir 30 tacha bor. Eng kattasi PumpFun hisoblanadi. Aytaylik PumpFunni tanladingiz. O'shanda chiqayotgan tokenlar bilan ishlashni tanlaymiz. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi qadam instrumentlarni tayyorlab qo'yish. Qanaqangi? O'sha snipe qiladigan spetsialniy programmalari bor hozir. Mana xayolimda yo'q, lekin даже u Telegram bot ko'rinishida ham bor. Mhm. Snipe qiladigan programmalarni tanlash. Mhm. Chunki ular sizga osonlashtirib beradi. Veb-saytga kirib, kashloggingizni ulab, masalan, Phantom kashlogni skachat qilib olish kerak. Juda ham ko'pincha Phantom kashlog ishlatiladi. Saytga kirganingizdan keyin kashlogni ulaysizmi, token chiqqandan keyin uni sotib olaman degan knopkani bosasiz, kashlogda подписывать qilasiz va u kamida sizda 1 minut vaqtingizni oladi. Ya'ni tranzaksiya amalga oshirish uchun avval biz o'zimizga texnik ravishda infrastrukturani yaratib olishimiz kerak. Chunki o'sha programmalar token chiqishi bilan o'sha token smart kontraktini shunda sotib olasizda, qo'yib kupit вот столько deb bitta bossangiz. Bu yerda vaqt taraflama yurishimiz kerak. Nimaga? Chunki aytganimdek, snayperlar sotib olishni boshlaydi-yu, 3-4 sekunddan keyin ular уже sotishni boshlaydi. Yaxshi. Endi qarang, tokenni o'ziga keladigan bo'lsak-chi, memcoinni o'ziga keladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, bu yerda 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Muhim narsalarga, imенно raqamlardan. Birinchisi bu kapitalizatsiya, ikkinchisi bu 24 soat ichida bo'lgan savdo hajmi, uchinchidan taxminan nechta odam, nechta ishtirokchi bu yerda mavjud. Mana shu 3 ta ko'rsatkich men uchun juda ham muhim hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz? Yengili uchun bu biz hozir aynan oddiy inson taraflama gapirmoqdamiz. Bu neeffektivniy, sразу aytaman. Memlar bilan ishlash uchun bu strategiya neeffektivniy hisoblanadi. Sababi siz uzoq muddatli investitsiya tomonidan qarayapsizda. Yo'q, men безопасность tomonini siz birinchi qo'yyapsiz. Yo'q, men to'g'ri aytdingiz, ishonch taraflama. Ya'ni memcoin tanladingizmi, buni uchadi yoki pastga tushadi, bu menda ikkinchilamchi narsa. Men birinchi narsani nimani bilib olishim kerak? Bu loyiha haqqoniymi, haqiqiy loyihami, yo bu qaysidir hali 19 yoshar bola qaysidir podvolda o'tirib yaratgan loyihami bu degan narsani men bilib olishim uchun umumiy kapitalizatsiyasini ko'rishim kerak. Bir, ikkinchidan tovar-оборот, ya'ni savdo hajmi 24 soat ichida men uchun eng kamida $100,000 bo'lishi kerak. Uchinchidan eng kamida 2000 ta hech bo'lmasam ishtirokchi bo'lishi kerak bu yerda. Agar mana shu kabi 3 ta pokazatelь bo'lsa va 4-chi pokazatelь ham bor, ya'ni raqamlarga tegishli bo'lgan, buni jamiyati orqasida kim turibdi, yuzini ko'rsatyaptimi, dasturchilari ko'rsatmayaptimi yoki sirli qanaqadir dasturchilarmi va o'zini ijtimoiy tarmoqlarini qanday qilib yurg'izmoqda. Haqiqatan ham layklar, kommentariyalar, живойmi bu narsa, tirikmi yoki o'likmi? Shu narsani aniqlab olganimdan keyin sarmoya qiladigan yoki xatti-harakat qiladigan qadamlarimni keyin boshlayman. Chunki avval ikkinchi qismini qilib qo'ysam, bu loyiha firibgarlik bo'lsa, men просто vaqtim ketadi meni. Chunki bularni aniqlab olganimdan keyin bu aytganingiz to'g'ri bo'lardi agar memcoin bozorida 99.9% laxatron loyihalar bo'lmagan edi. Teskarisi bo'lganda bu siz aytgan strategiya
man aytaman cho'tki strategiya mana shu bo'yicha ishlash kerak. Lekin mem bozori shunchalik o'zgarib ketdiki, что siz hech qachon birinchidan topa olmaysiz bu loyiha yaxshi yoki yomonligini. Bu aniq. Ammo qanaqangidir nima desam bo'ladi, izlanishlar paytida qanaqangidir narsani ko'rib qolasiz. Misol 100 ta loyihani o'zi ko'rib chiqqan bo'lsangiz, 101-sini ko'rib turgan bo'lsangiz, ma'lumot topish qiyin bo'lsa, o'zi sezasiz. O'zi intuitsiya bo'ladi. Da, по-моему, bu loxatron deysiz yoki по-моему, ishonsa bo'ladi. Ikkilanyapman, misol uchun sarmoya qila olmayapman. Men har doim deylik $100 bilan riskovat qilardimmi? Keyin bu safar $40 qo'yaman yoki $50 qo'yaman, chunki ikkilanyapman. Shunga o'xshagan narsada, chunki avvalambor biz nima desam bo'ladi, obunachilarimizga, xalqimizga, bizni kuzatib turgan insonlarga maksimal ravishda pullarini himoya qilish taraflarini ham tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Firibgarlarga duch kelmasliklari kerak bo'ladi bular. Bo'lmasam bu kabi fikrlash, bu kabi men aytgan punktlar bo'lmasa, har bitta chiqqan loyiha zo'r ekan deb ketilaveradi-da bu yoqda. Endi siz fikrlashingiz men bozoriga to'g'ri kelmaydi. Sababini aytaman. Zo'r aytdingiz. Qarang, bu narsani hozir men suhbatimiz davomida men ko'rmoqdaman. Men deylik eski maktab, haligi konservativ, shunaqa. Sekin nima qiladigan. Siz yangi maktab, o'zi hali bo'ladi, risk, hamma narsani agressiv desa bo'ladi shunaqa. Shunaqa. O'zi sizga men maslahat berardim, menga вообще kirmang. Sababi shuning uchun ham menda men yo'q. Sababi sizni o'ylashingiz, sizni yashash turishingiz, sizga bo'lgan tsennislar men qo'yinda yo'q. Yo'q, o'shanga ham вообще kirmaganingiz ham yaxshi. Kim mana shunaqa o'ylayotgan bo'lsa, menga вообще kirmaydi. Chunki u yerda to'g'ri o'ylash, to'g'ri logichniy analiz qilish menda ishlamaydi. Menda logika yo'q deydi. Menda logika yo'q. Вот реально logik, mantiq вообще yo'q. Endi aytishim mumkin, aytib berishim mumkin, qanaqa strategiyalar bor, bir nechta strategiya men qo'yinda hozirda pul qilinayotgan. Xo'sh. Lekin buni ishlatinglar degani emas. Просто men borligini aytayapman. O'zingiz qo'llab turgan narsani bo'lishmoqdasiz. Lekin ishlatmaslik o'zingizlarning qo'lingizda. Endi birinchi strategiya. U strategiya snayperlarning strategiyasi hisoblanadi. Ular analiz qilmaydi. Любой chiqqan tokenga $10 yuborishadi. Tushunarli. И o'sha millisekundada yuborishadi. Diversifikatsiya qilar ekan. Va kapitalni. Ular maksimum token chiqdimi sotib olishdi. Qanaqa sotib olishdi? Mana uni hamchi snayperlarning ikki xili bor. Snayper blockchain o'sha pump farm bilan ishlaydigan snayperlar bor. Snayper bor, validatorlar bilan ishlaydigan bor. Sababi sayt orqali bor bo'lsa pump farmga tushadi pul, pump farmdan keyin blockchainga yuboriladi validatorlarga, keyin обратно token qaytib keladi. Вроде бы bu ham millisekundlarda o'tib ketadi, lekin 1.00 millisekund tezroq boradigan u прямой validatorga yuboradi. Qanaqa ishlaydi? Siz kattaroq summaga aytaylik, memcoin chiqdi, ko'rdingizda, hozir olmoqchisiz $1000 ga. Knopkani bosdingiz, sotib ol degan. Knopkani bosishingiz bilan shunaqa programmalar bor, siz knopkangiz bosilishi bilan kod ketadi, to'g'rimi? Sotib olish degan. O'sha kodni ko'radi deb programma sizdan oldin validatoriga sotib oladi. Sizdan oldin sotib yuboradi-da, narxi shuna o'sadimi ozgina, sizga sotib yuboradi. Ya'ni bitimga kirish nuqtasi ancha yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa. Ancha tezroq bo'ladi. Вот bu snayperning dodasi hisoblanadi. Tushunarli. Papalari. Ular siz knopka bosganingizdan keyin sizdan oldin ishlab beradigan snayperlar hisoblanadi. Bu strategiyani ichida yana pat strategiyalari. Вот ular любойga kiraveradi. Farqi yo'q. Ularda asosiysi texnikasi bor. O'sha texnologiyasi bor, programmasi bor. Ular internetda topsa ham bo'ladi, qiyin, qimmat turadi va ishlashni bilganlar ishlata oladi. Hozir bu ishlayapti, demak hozir ishlatsa bo'ladi. Keyinchalik bunga garantiya ishlaydi. Garantiya, chunki odamlarda ham pul vechniy emas, pul tugab boradi. Albatta bularda tajriba ham mavjud. Shunaqa. Bu snayperskiy strategiya. Farqi yo'q, qaysi token chiqyapti, oladi-da, odatda narx boshda o'sib ketganida 2-3x da hammasini sotmaydi. Bir 50% sotib yuboradi-da, o'zini pulini ham foydasini chiqarib kutib o'tiradi ular. Agar normalroq o'sib ketsa, yana bitta katta sotuv qiladi, loyiha zo'r bo'lsa ham o'ldirib yuboradi snayperlarni o'zi.
tushunarli. Chunki u bitta snayper emas. Hmm. Mingtalab snayperda ishlaydi. Hmm. Bu birinchi strategiya snayper bo'lish. Hmm. Endi ikkinchi strategiya bor. Sizda uncha bilimingiz yo'q. То есть bunaqa instrumentlarga pulingiz bo'lmasligi uchun bu instrumentlar 1000, 2000, 10 000 dollargacha turadi. Hmm. Mana shunaqa snayperlarni validatorlar bilan ishlaydiganlar. Bilimi kamroqlar qaysi strategiyani ishlatyapti. Ular ko'ryapti-da, уже opiti bor treyderlarni topyapti kashlogini. Hmm. И unga ham programmalar bor, kashlogga analiz qilib beradi. Qarang, men shu yerda sizga mana shu strategiyani men o'zim qandoq qilib tushungan bo'lsam bir aytib beray. Birinchisinimi? Yo'q, ikkinchisini. Ikkinchisini, хорошо. Chunki men bu narsani o'zim ham fond bozorida qo'llayman. Biz misol uchun har xil politiklar bor, siyosatchilar bor, har xil katta investitsion portfellar yaratgan insonlar mavjud. O'sha odamlarni portfeli endi ular rasmiy ravishda ko'rsatishga majbur. O'shalarda biz ko'ramiz. Misol uchun bir siyosatchilardan biri AQShda Nancy Pelosi degan juda ham yaxshi yildan yilga daromad qiladi. Sabab insayt ma'lumotlar u yerda mavjud. Siz bilmaysiz qanaqa ma'lumot, uni orqasidan bitimlaysiz qaytarsangiz bo'ladi. Siz aytib turgan ikkinchi strategiya bu men fikrim bo'yicha misol agar biz Solana'ni misolda gapiradigan bo'lsak, blokcheyn tizimida DEX screenerni ochib turib, DEX screenerni ichidan o'sha Solana'ni tizimida qanaqangidir meme coin chiqdi. O'sha meme coinda kontraktini olib kirib, DEXga qo'yib ko'rsak, qanaqangi ishtirokchilar u yerda mavjud, u ko'rsatib beradi. O'shalarning ichidan hajmga qarab odamlar tanlab olsak bo'ladi. Misol uchun kimdir juda ham katta hajmda oldi. Demak, u ahmoq emas, bir narsani biladi. Uni ichiga kirib turib, yana qanaqangi loyihalarga sarmoya kiritganligini biz ko'rib chiqsak bo'ladi. Va nafaqat ko'rib chiqish, balkim u sotib olgan vaqtni qarab, misol deylik, 3 oy oldin sotib olgan bo'lishi mumkin. Sotib olgan vaqtni qarab, hozirgi kundagi o'sha meme coinni holati, bu hozir daromaddanmi yoki daromadda emasmi? Agar deylik 20 ta bitim qilib 20 ta zarar bo'lsa, uni lutchi kuzatmagan ma'qul. Agar 20 ta bitim qilib 17 tasidan zo'r daromad qilgan bo'lsa, demak, aynan mana shu inson orqali foydalanuvchini biz kuzatsak bo'ladi va qilib turgan qadamlarini orqasidan qaytarsak bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri topdingizmi? Shunaqa, to'g'ri topdingiz. Copy trade deyiladi. Copy tradingga o'xshagan. DEXda topiladi yaxshi treyderlarni, который foyda qilib kelyapti va ulardan просто qaytarsa bo'ladi. Ruchno qaytarsa bo'ladi yoki avtomatik ravishda ham qaytarsa bo'ladi. Endi mana shu ikkinchi strategiyani ham teskari tomoni bor. Shunaqa kashloklar bor, ular spetsialniy foyda qilib keladi, qaysidir loyihalar. O'zi token chiqaradi-da, azgina ko'tarib foyda qilib yoqib uradi bitta kashlokda. Buni nomi paravozik deyiladi. Bizani kripto tilida. Nima qiladi? 1-2 hafta yoki paravozik desiz, ba'zi bir odamlar boshqa parovozni tushunib lekin endi shunaqa nom berib qo'yishgan. Tamaki mahsulotlar iste'mol qilish sog'liqqa zarar, do'stlar. Paravozik qilish mumkin emas. Paravozik qilmaydi. Hozir ba'zi tutunlar, shapkalar, Bob Marley shapkalari. Вот, и odamlar topadimi buni? Vo, zo'r foyda qilyapti mana bitta token. Keyin ko'radimi? U ham qayerdan ko'radi? Bitta tokenga bitta kirishi bilan boshqa odamlar ham kirib ketayotganini sразу ko'radi-da. Mana shunaqa qilib 2 ta, 3 ta, 4 ta yaxshi tokenga ularga imkoniyat beradi pul ishlab qolishga. Ketida bir 200 ta, 300 ta kashlok turgan bo'ladi. U ko'radi, uni ko'ra oladi. Keyin nima qiladi? Token yaratadi. O'zi yaratadi tokenni. O'zi sotib oladi-da. Ketidan 200 ta sotib oladimi? Paket sotib oladi. Bosishadi. Endi bu ham firibgarlar, albatta har bir bu strategiyalarda ichida ham firibgarlar mavjud. Tomoni bor-da. To есть mana ikkita strategiyani aytdik. Birinchisi sniper, u вообще token tanlamaydi, просто oladi, lekin olgan tokeni foyda olib keldi degani emas hali. Shunaqa. Ikkinchi strategiya ham xuddi shunaqa. Вроде бы ishlaydigan, ishlatish mumkin, lekin uni ham boshqa tarafi bor. To есть mana shu strategiya zo'r ekan, bo'ldi bosamiz deyish kerak emas. Risklarni inobatga olish. Risklarni har doim inobatga olish kerak. All in kriptovalyutada kredit, qarz mumkin emas. Qarz mumkin emas, chunki sразу bozor yopishtiradi. Chunki bozorda juda ham ko'p firibgarlar, juda ham ko'p. Uchinchi strategiya ham mavjudmi? Uchinchi strategiyasi endi masalan Solana'da emas, u tonda ishlatiladigan u strategiya aytaylik qaysidir blogerlarning reklamasi.
То есть hozir bloger tokenni reklama qilyapti. Не обязательно o'zi yaratgan. Endi masalan Trumpga Endi biz bunday o'xshaganlar desak yaratdi bo'ladi. deyiladi-yu. Ma'lum bir meme-coin atrofidagi infopovod. Da, infopovodlar reklama, jamiyati, ijtimoiy tarmoqlari, reklamalari va hokazo qanaqadir eventlar, mana shu narsa juda ham avjiga chiqib turgan bo'lsa, Да. yoki sun'iy ravishda yoki haqiqatan ham bu kripto, bu meme-coin. Shunaqa, bu uchinchisi, bu более такой фундаментальный raw, но опять же qisqa muddat. Qisqa muddat. Meme-coin bu uzoq muddatli investitsiya sifatida olish noto'g'ri. O'sha men aytdim boshida, kriptovalyuta uzoq muddat zo'r ideya, meme-coin qisqa muddat. Shunaqa qisqa muddat. Bu strategiyalaringizni yana bir ta'kidlab o'tishim kerakki, bu siz aytgan strategiyalaringizni kriptovalyuta altcoinlarda foydalanish mumkin emas, sababi u yerda boshqa tizim ishlaydi. Boshqa ko'rsatkichlarga qarashimiz kerak bo'ladi. Bitta narsani olib butun boshli kripto bozorda shu ishlayotgan deyish noto'g'ri. Har bitta narsani o'zini yo'nalishi mavjud. Albatta o'zlaringni risklaringga, hisob-kitoblaringga qaragan holda biz hali mana shuni ishlatinglar, boy bo'lib ketasizlar degan narsa mavjud emas. Aytganimdek, meme-coinlar dunyosida odamlar nimaga kirib keladi? Birinchidan, juda ham kichkina summa pul bilan kirib kelsa bo'ladi. Porog vxodi juda ham arzon. $1, 5, $10 bilan kirib kelsa bo'ladi. Ikkinchi taraflama tez boyib ketish degan psixologik bir fikr orqali ham odamlarda bu yo'nalish jalb qiladi. Kazinoga o'xshagan narsa. Buni moliyaviy piramida ham desangiz bo'ladi, sababi firibgarlar aynan mana shu meme-coinlarni yaratib, moliyaviy piramida uslublarini, tizimini qo'llab sizlarni pullaringni aldab qolishadi. Shunga risk har doim mavjud. Shu riskka tayyor bo'lsalaring, yo'qotishga tayyor bo'lsalaring, shunda ham bir kichkinagina mablag' bilan harakat qilib ko'rsalaring bo'ladi, tatib ko'rsalaring bo'ladi. Agar hamma narsaga tayyor bo'lsalaring. Bu narsaga tayyor emasizlarmi? Demak, bu yo'nalishga umuman yaqinlashmagan ma'qul. Siz o'zingiz bilgan, o'zingiz yaxshi tushungan yo'nalishda olib borganingiz ma'qul. Shunaqa. Nima deysiz? Qo'shilaman gapingizga. Meme-coin qiziq, prikolni nimadir qilib ko'rsa bo'ladi, lekin kirishib ketib, bodom boshi bilan agar blokcheyn tizimini tushunmaydigan odam bo'lsa, lучше kirmagan yaxshi. Warren Buffett bitta zo'r gapi bor-da aka. Men bu gapni, men Warren Buffett biografiyalarini har xil nashrlarda o'qiganman, videolarini ko'rganman. Endi hamma har xil talqin qiladi va Warren Buffettni eng sarmoya paytida investitsion portfelingizni daromadga olib chiqish sekretlaridan biri, uni gapi bo'yicha, bu bilmagan narsaga sarmoya kiritmaslik. To'ppa-to'g'ri. Faqatgina siz bilgan narsaga sizni dunyoqarashingiz, sizni bilimlaringiz, tajribangiz mana shu narsani nima desam bo'ladi, tushunadimi, разбираться qiladimi, demak mana shu narsaga sarmoya kiritsangiz bo'ladi. Misol, menda sarmoya kiritadigan moliyaviy bozor instrumentlarim soni juda ham kamda aka. Juda ham kam. Bitok bor, efir bor, S&P bor, neft bor, avvallari Nasdaq bo'lardi, hozirgi kunda ma'lum bir obligatsiyalar. Lekin obligatsiyalarda ham, korporativ obligatsiyalarda ham, misol davlat obligatsiyasi emas yoki AQSh fond bozorini obligatsiyalari emas, Amerika obligatsiyalari emas. Aynan korporativ obligatsiyalar va moliya dunyosiga yo'naltirilgan kompaniyalarning korporativ obligatsiyalari. Sababi men u kompaniyalarning faoliyatini tushuna olaman. Men ularning buxgalterskiy hisobotlarini olsam, moliyaviy otчетlarini olsam, o'qiy olaman, P&L balance sheetlarini tushunaman, u yerdagi raqamlarini. Bilaman, ushbu sohada ushbu ko'rsatkichlari, deylik, mana rentabilность ko'rsatkichi necha foiz bo'lishi kerak. Mebel kompaniyalarda mutlaqo boshqa, banklarda boshqa, mikromoliya tashkilotlarida mutlaqo boshqa. Yoki bank bo'lsa, prasrochkasi qancha bo'lishi kerak? Markaziy bank qancha bo'lgan? O'zini pakajaj indekslari bo'ladi, har kompaniyada har xil. Men buni yaxshi bilganligim uchun aynan o'sha yo'nalishdaman. Bu kichkina yo'nalish, bu masalan yo'nalish dunyoda juda ham ko'p, O'zbekistonda ham juda ham ko'p yo'nalish bor, obligatsiyalar turlari ham juda ham ko'p. Va daromad qilgani milliardta narsa kerak emas. Shunaqa. Aynan o'zingiz bilgan, o'zingiz yaxshi tushungan narsani o'rganib, o'shanga sarmoya kiritsangiz bo'ldi degani. Fokusni to'g'ri ushlash kerak deyman-da har doim. Masalan, men o'zimni bloglarimda o'yinni ko'rsataman, trading ko'rsataman, meme coinlarni ko'rsataman, qanaqadir airdroplar haqida gapiraman-ku. Endi menda hammasida komanda bor bo'lganiga hammasi bilan shug'ullana olmayman, chunki menda kontrol hamma narsani qilyapti. Bu qilyapti. Chunki u xodimingiz o'sha yo'nalishda yaxshi tushunadi. Uningiz xodimingiz o'sha yo'nalishda yaxshi tushunadi. O'zim endi har bittasida o'zim ichiga kirib proba qilib chiqqanimdan keyin kontrol uchun menga oson bo'lgani uchun
man как бы hamma yoqni qamrayapman, nazorat qilib. nazorat qilaman, lekin yengiga kirayotganlar sakrash kerak emas. Endi sizga bu narsaga kelishga ham aka 3 kun, 4 kun, 5 kun vaqt ketgani yo'qda. Ancha umringizni investitsiya qilib qo'ydingiz, ancha vaqtingizni investitsiya qilib qo'ydingiz. Yangi kirib keluvchilarga bu narsani srazu mamnun qilib yuborish qiyin. Sekin-sekin qilish kerak bu narsani. O'zi mana aytganingizdek, memcoinlar ham отдельный bitta yo'nalish bo'lgani bilan ichi qanchalik katta. Shunaqa. То есть mana hozir biz strategiyalarni o'zini gapiryapmizda, har bitta strategiyani o'zini spetsialisti borda, то есть yana ustga kirib ketyapti. Shunaqa. Ko'plar masalan kriptovalyutaga kelganda keladi aytadi, trading, memcoin, tam o'yin. И bo'ldi. Hammasini qilaveraman deydi. Tushunmaydiki, shu har bittasini ichini o'ziga kirib ketsa, mana mutaxassis bo'laman desa, mana tradingda mutaxassis bo'laman desa, borib o'yin o'ynash kerak emas-da. Aka, biz hali airdroplarda, testnetlarda, stakinglarda yoki boshida sarmoya kiritib qo'yishlarda, investitsiya qilishlarda, portfel investitsiyalar hali bular gapirganimiz yo'q. Hali venture fondli, seed roundlarga tikayotgan paytda kirish mumkinlari bor. O'tlarni вообще olib tashlayapmizda, chunki bozor любой traditsionniy bozorga o'xshaganda kriptovalyuta ham. Просто nomlari yangi, sal qiziqroq. Har xil qiziq-qiziq narsalar chiqib turadi. Endi memcoinning o'zi mem nomi bo'lganiga ichida kulgili narsalar ko'p. Mana shu Trump o'zini tokeni chiqishi, Trumpning kopiyalari juda ko'p. Trump degan nomini o'zgartirib qo'yishadi, kulgili bashara qo'yib qo'yishadi, ketdi. Hech kim shu narsa diyon. Tushunmaydi, u o'sha Trumpmidi yo boshqa Trumpmidi deb. Buni ham adashib kirib ketaveradi. Shunaqa. Aka, men o'ylaymanki, bugun biz siz bilan odamlarga memcoin yo'nalishlari bo'yicha, men aytayapman, Google poiskovikda eng ko'p kriptovalyuta dunyosiga tegishli bo'lgan poisklari hozirgi kunda memcoin ekan. Bo'lgan mavzuni yoritib berdik degan umiddaman. Obunachilarga mana shu qisqa vaqt ichida yetarli darajada praktik va tajribaga boy bo'lgan bilimlarni bera oldik degan umiddaman. Agar o'ylaymanki, odamlarda yana savollar qolgan bo'lsa, kommentariyalarga yozsa, biz maksimal ravishda javob beramiz. Undan tashqari, agar Sarvarbek Rasulov bilan yana qanaqangidir qo'shimcha kriptovalyuta dunyosiga yo'naltirilgan mavzu bo'yicha savollaring bo'lsa yoki iltimoslaring bo'lsa, biz qancha ko'p qaysi mavzu haqida yozilsa, o'sha mavzuni biz harakat qilamiz, akadan iltimos qilib vaqtlarini ajratishga. Yana sizlarga ushbu mavzuni do'stlar mana shunaqangi qiziq ko'rinishda ma'lumotlarga boy qilib yoritib beramiz. Nima dedingiz aka? Bo'ladimi? Bemalol. Savollarni ayamanglar. Keyingi joy qayerda bo'lishini ham yozib qo'yinglar, balki undan oldin Dubayda edi, bu gal Toshkentda, balki keyingisi boshqa joyda bo'ladi. Xudo xolasa. Aka, rahmat katta kelganingiz uchun, bergan ma'lumotlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Yaxshilikni ko'rishamiz. Rahmat katta.